Men unga ishongan edim. Butun yuragim bilan. Lekin bir kuni telefon ekranida ko'rgan narsam mening butun dunyomni agdarib tashladi. Va siz bilasizmi, eng og'ir qism bu xiyonatning ozi emas edi. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda shaxsiy, lekin ko'pchilik uchun tanish bo'lgan mavzuni muhokama qilmoqchiman. Bu xiyonat. Lekin oddiy xiyonat haqida emas. Bu birinchi marta xiyonatga uchragan ayolning ichki olami, uning tanazzuli va undan qayta tiklanish yo'li haqida. Statistikaga ko'ra, har 10 nikohdan 3 xiyonat tufayli buziladi. Ammo raqamlar ortida jonli odamlar, singan yuraklar va qayta tiklanishni talab qiladigan hayotlar bor. Bugun siz eshitadigan hikoya bu Malika ismli 32 yoshli ayol haqida. U menga o'z hikoyasini baham ko'rish uchun jur'at etdi. Va ishonchim komilki, uning tajribasi ko'pchiligingizga tanish bo'ladi yoki kimgadir yordam berishi mumkin. Alika va Aziz 7 yil oldin turmush qurishgan. Oddiy, lekin baxtli oila. 2 yosh farzand. Malika uy bekasi edi, Aziz esa o'rta darajadagi kompaniyada boshqaruvchi lavozimda ishlardi. Hammasi odatdagidek ketayotgan edi. Nonushta, ishga jo'nash, bolalarni bog'chaga olib borish, kechqurun birga ovqatlanish. Reja bo'yicha xuddi filmlardan ko'rganimiz singari. Lekin yaqinda Aziz o'zgardi. Telefoniga ko'proq boqib qoldi. Kechqurun ish ko'paydi. Kechasi 11-12larda keldi. Malikning so'zlariga javob berar ekan, endi aqlini boshqa joyga qo'ydi. U charchagan va boshim og'riyapti deb uyquga ketaverar edi. Malika o'zini tinchlantirdi. Ish odam. Mas'uliyat ko'paygan. Stress. Lekin ichkarida bir narsa uni tashvishga solardi. U intuitsiyani his qildi. O'sha sevikli ayollarga berilgan, lekin ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladigan intuitsiya. Bir kuni Aziz dushdan chiqqanida telefoni qoldi. Ekran yonib ketdi. Xabar. Malika qaradi, notanish raqam, lekin xabar matni. Kechagi kecha ajoyib edi, janim. Men seni shunchalik sog'indim. Malika qo'llari titradi. Nafasi stop etdi. Dunyo sekin aylanayotgandek bo'ldi. U telefonda pastga aylantirdi. Bir haftalik yozishmalar, sirli uchrashuvlar va eng og'iri sevgi so'zlari. O'sha so'zlar uni bir paytlar Malika eshitgan edi. U qotib qoldi. Gapirish kerakmi? Konfrontatsiya qilish kerakmi? Yo jim bo'lish va kuzatish kerakmi? Malika bir necha kun jim qoldi. U kuzatdi, tahlil qildi. Aziz bilan odatdagidek muomala qildi. Lekin ichkarida to'fon boshlandi. U o'zini aybladi. Men yetarlicha chiroyli emasmanmi? Yaxshi xotin emasmanmi? Men nima qildim noto'g'ri? Agar siz xiyonatga duch kelgan bo'lsangiz, bilingki bu siz aybdor emassiz. Xiyonat, bu xiyonat qilgan odamning tanlovi. Bu uning kamchiligi, uning zaifligining natijasidir. Sizning yetarli emasligingiz emas. Malika nihoyat gapirdi. Bir oqshom, bolalar uxlaganidan keyin. Aziz, bizga gaplashishimiz kerak. U bilardi. Uning yuzidagi ifodasidan bilindi. Gunohkor odamlarni doim bilish mumkin. Ular qochadi, rad qiladi, so'ngra esa tan oladilar. Aziz avval inkor qildi. Nima gapiryapsan? Bu ish xabarlari. Lekin Malika telefondagi skrinshotlarni ko'rsatganda jim bo'ldi. Qancha vaqt? So'radi Malika, ovozi titrab. 3 oy. Javob berdi Aziz, boshini egib. 3 oy. 90 kun yolg'on. 90 kun ikki hayot o'rtasida o'ynash. O'sha kecha Malika uchraganlarning eng qiyinlaridan biri bo'ldi. Aziz yig'ladi. Kechirish so'radi. Bu xato edi. Men seni sevaman. U hech narsa degani emas, dedi. Lekin Malikning qulog'ida faqat bitta savol jarangladi. Men bunga loyiqmanmi? Ko'pchilik xiyonatga duch kelganlarida bir xil savollar bilan kurashadi. Kechirish kerakmi? Ikkinchi imkoniyat berish kerakmi? Bolalar uchun qolish kerakmi? Ajralish, bu kamchilik belgisimi? Malika bir hafta o'yladi. U ota-onasiga gapirmadi. Ular Azizni yaxshi ko'rar edilar, unga ishongan edilar. U do'stlariga gapirmadi, qo'rqdi hukm qilinishidan. U faqat yig'lab qoldi. Tunlari hojatxonada suv ovozini ochib, bolalar eshitmasligi uchun. Va siz bilasizmi, u erda tizzalari ustida, u bir narsani tushundi. Men faqat xotin emasman. Men ona, qiz, do'st va eng muhimi, ona o'zim uchun odam. Va men hurmatga loyiqman. Bu anglash uning qayta tugilishining boshlanishi edi. Endi siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin.
u qolganmi yoki ketganmi? Lekin men sizga muhimroq narsani aytmoqchiman. To'g'ri yoki noto'g'ri javob yo'q. Ba'zi ayollar kechiradi va nikohlarini yanada mustahkamlaydilar. Ba'zilari ketadi va yangi hayot boshlaydilar. Har ikki yo'l ham to'g'ri, agar siz uchun to'g'ri bo'lsa. Malika psixologga bordi. Ha, psixologga. Va bu uning yaxshi qarorlaridan biri bo'ldi. Terapiya davomida u tushundi, xiyonat bu shaxsiy hujum emas. Bu sherigingizning ichki muammolari. Siz javobgar emassiz. Siz o'zingizni takomillashtirish va o'sishingiz mumkin, lekin xiyonat uchun aybdor emassiz. Qolish yoki ketish bu shaxsiy tanlov. Jamiyat emas, ota-ona emas, balki faqat siz qaror qilishingiz kerak. Psixolog bilan ish paytida Malika o'z qiymatini qayta kashf etdi. U tushundiki, u bolalar uchun qolishi xart emas, sababi travmadagi nikoh bolalarga zararli. Malika yarim yil davomida Aziz bilan munosabatlarini tiklamoqchi bo'ldi. Ular juftlik terapiyasiga bordi. Aziz o'zgardi, telefon kodlarini berdi, ishdan to'g'ri vaqtda keldi, mehr-muhabbat ko'rsatdi. Lekin Malika tushundi, ishonch qaytmadi. Har safar Aziz kechiksa, shubha. Har safar telefon qo'ng'irogi bo'lsa, tashvish. Har safar ich chiqaman desa, qo'rquv. Va siz bilasizmi, bu normaldir. Xiyonatdan keyin ishonchni tiklash, oylar, hatto yillar davom etishi mumkin bo'lgan jarayon. Lekin Malika o'ziga savol berdi. Men shu qadar kuch sarflab, har doim shubha bilan yashagim keladimi? Javob yo'q edi. U Aziz bilan tinch va hurmatli tarzda ajrashdi. Bolalarni bo'lishdi. U yangi uyga ko'chdi va hayotda birinchi marta uzoq yillar davomida erkin nafas oldi. Bugun Malika baxtli. U yangi ishga kirdi. Bolalari bilan sifatli vaqt o'tkazadi. Va eng muhimi, o'zini qayta topdi. U menga shunday dedi. Xiyonat mening hayotimdagi eng og'riqli tajriba edi. Lekin u menga o'zimni qadrlaymanni o'rgatdi. Va ba'zan ajralish, muvaffaqiyat, mag'lubiyat emas. Agar siz ham xiyonatga duch kelsangiz yoki kelgan bo'lsangiz, esda tuting, siz yolg'iz emassiz. Millionlab ayol va erkaklar buni boshdan kechirgan. Bu sizning aybingiz emas. Xiyonat boshqa odamning tanlovi. Yordam so'rash kuchlilik belgisi. Psixolog, do'st, oila yordam olish normaldir. Qolish yoki ketish, ikkalasi ham to'g'ri. Muhimi, sizning xotirjamligingiz va baxtingiz. Vaqt hamma narsani davolaydi. Lekin faqat agar siz o'zingiz ustida ishlasangiz. Agar bu hikoya sizga tegdi yoki kimgadir yordam berishi mumkin deb hisoblasangiz, videoni bo'lishing. Fikr-mulohazalaringizni kommentlarda qoldiring. Men har birini o'qiyman. Va agar bu kabi chuqur, samimiy mavzularni eshitishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Esingizda bo'lsin, siz kuchli, qiymatli va sevgiga loyiqsiz. Keyingi videoda ko'rishguncha